Voy, yana kasal bo'ldinglarmi deydigan to'q menga insonlar haqida gaplashamiz. Shapka kiydirmaysiz-da, o'shaning uchun bolangiz ko'p kasal bo'ladi. Voy, qaramadingizmi? Bolaga yana qiynalibdi-da, doktorga bordinglarmi o'zi? Buncha ozg'in bolangiz, ovqat berasizlarmi o'zi? Bolangiz bo'yi pasakana, vitaminli berganmisiz? Anaqasi o'zim sotaman. Voy, hali ham gapirmaydimi? Doktor ko'rganmi o'zi? Voy, bechara, buncha ozg'in bu. Kechgaga tekshirtirganmisizlar? Voy, qizingiz achkiga taqarkanlar. Yaxshilab qarating, qiz bolada ertaga erga tegadigan. Voy, men siz aytganingizni bilmasdim. Qizimni o'g'il bola deb yurgan ekanman. Voy, bolangiz rosa erkak ekan, tarbiya bering, keyin eplolmaysiz. Iltimos, so'ramasa maslahat bermanglar yoki rostdan onasi shularni bilmaydi deb o'ylaysizlarmi? Davomida esa qaynonalarning sevimli so'zlari. Shuncha bola tuqibman-u, kasal qilmabman. Uyingizga bordiz, kasal bo'lib kelasiz. Ilgari bola kasal ham bo'lmabdi. Qo'y yog'ini suringdek hamma joyini yog'lab tashlang, tuzaladi. Hozirgilar kasal bo'lsa darrov doriga yuguradi. Sirq tutatib yuboring, hamma viruslaringizni o'ldiradi. Bola yo'talayotgan bo'lsa dumba shimdiring. Sizni eringizni shunaqa qattiq qilganman. O'g'il bolani erkalavermaydi. Kezalik qilib qo'yasiz. Ha, deb pampers taqurmang. O'g'il bolani bepish qilib qo'yadi. Salom, qani salom? Salom berishni bilmaydimi? Oying o'rgatmaganmi? Qaynonalarning umri uzoq bo'lsin-u, lekin yana qaysi so'zlar qolib ketdi? Kommentariyada yozib keting.